Assalomu alaykum hammaga. Men Central Asian Medical University patologiya asoslari va sud tibbiyot kafedrasi assistenti To'xtasin Muhammad diyorman. Biz sizlar bilan patologiya anatomiyaga bog'liq darslarimizni boshlaganmiz va bu darslarimizni ikkinchi qism darslarimizni olib boramiz. Demak, biz o'tgan darsimizda sizlar bilan distrofik jarayonlar va patologiya anatomiyani umumiy o'rganadigan qismlar haqida gaplashgan edik. Ya'ni patologiya anatomiya bu odam organizmida kechuvchi 6 xil tibbiy patologik jarayon haqidagi asosiy tushunchalarni hosil qilib berar edi. Ya'ni umumiy patologiya anatomiya degan qismimizda biz 6 xil tibbiy patologik jarayonlarni o'rganib chiqar edik. Bular asosan distrofik jarayonlar, ikkinchisi bu disregenerator jarayonlar, uchinchisi disirkulator, to'rtinchisi immunopatologik, beshinchisi bu yallig'lanishli va oltinchisi o'smalar bilan bog'liq bo'lgan umumiy tibbiy patologik jarayonlar haqida qisqacha tushuncha hosil qilib olgan edik. Bugun biz sizlar bilan distrofiya jarayonlari bilan bog'liq mavzuyimizni davom ettiramiz. Demak, biz o'tgan darsimizda aytib o'tganimizdek, distrofiya bu moddalar almashinuvining buzilishi natijasida hujayraning shikastlanishi edi. Ya'ni aynan mana shu moddalar almashinuvining buzilishi yo hujayraning ichida yoki hujayra tashqarisida ketar edi. Aynan hujayra ichida ketuvchi distrofiyalarni biz parenhematoz distrofiyalar, hujayra tashqarisida ketuvchi distrofiyalarni esa biz stroma tomirli distrofiyalar deb aytib o'tgan edik. Agar jarayon ham hujayra ichida, ham hujayra tashqarisida ketsa, biz buni aralash distrofiyalar deb nomlagan edik o'tgan darsimizda. Demak, biz sizlar bilan aynan parenhematoz distrofiyalar, ya'ni hujayraning ichidagi moddalar buzilishi bilan bog'liq bo'lgan distrofiyalarni o'tgan darsimiz davomida ko'rib chiqdik. Bugun esa sizlar bilan biz xudo xohlasa stroma tomirli, ya'ni oraliq to'qimada va qon tomirlar devorida kechuvchi distrofik jarayonlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, stroma tomirli distrofiyalar. Demak, stroma bu a'zoning oraliq to'qimasida va tomirli degani aynan qon tomirlar devorida kechuvchi distrofik jarayonlar. Bular qanday turlarga bo'linadi? Biz demak o'tgan darsimizda aytib o'tgan edik, aynan distrofiyani keltirib chiqaruvchi, distrofiyaga sabab bo'luvchi moddalarga qarab oqsilli, yog'li, uglevodli, mineral hamda pigmentli distrofiyalar farqlanar edi. Aynan mana shu moddalar oraliq to'qimada va qon tomir devorida to'planib aynan shikastlanish keltirib chiqarsa, buni biz stroma tomirli distrofiya deb atadik va buni biz stroma tomirli oqsilli distrofiyalar, stroma tomirli yog'li distrofiyalar, stroma tomirli uglevodli distrofiyalar va stroma tomirli mineral distrofiyalarga bo'lib chiqib o'rganishimiz talab etiladi. Demak, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, aynan stroma tomirli oqsilli distrofiyalar. Oqsil moddasi bilan bog'liq zararlanish oraliq to'qimada, ya'ni oraliq biriktiruvchi to'qimada va qon tomirida ketishi bilan bog'liq kasalliklar. Biz stroma tomirli oqsilli distrofiyalarni ham o'zini 4 ta turga bo'lib o'rganamiz. Bular birinchisi mukoid bo'kish, ikkinchi stroma tomirli oqsilli distrofiyamiz bu fibrinoid bo'kish, uchinchi guruhdagi stroma tomirli distrofiyamiz bu aynan gialinoz va to'rtinchi turdagi stroma tomirli oqsilli distrofiyamiz bu amiloidoz jarayoni hisoblanadi va bu har bir turi o'ziga xos patologik jarayonlar bilan va o'ziga xos kasalliklar bilan namoyon bo'lishi mumkin inson organizmida. Masalan, mukoid bo'kish deb nimaga aytiladi? Aynan moddalar almashinuvi buzilishi natijasida aynan a'zo to'qimadagi qon tomir devori o'tkazuvchanligi haddan tashqari ortib ketishi va buning natijasida qon bilan oqib yurgan qonning suyuq qismi, plazma suyuqligi va bundan tashqari nordon glikosaminoglikanlar, ya'ni xondroin sulfat hamda gialuron kislota degan moddalar oraliq biriktiruvchi to'qimaga kirishi va u yerda shimilishi natijasida shish va bo'kish bilan namoyon bo'luvchi jarayonni biz mukoid bo'kish deb ataganmiz. Ya'ni mukoid bo'kish jarayonida bizda biriktiruvchi to'qimada kollagen tolalar deb ataluvchi tuzilmalar mavjud. Faraz qilaylik, mana bular kollagen tolalar hisoblanadi va bular aynan qon tomir devori o'tkazuvchanligi ortishi natijasida o'ziga plazma oqsillari, qonning suyuq qismi va bundan tashqari nordon glikosaminoglikanlarni shimishi natijasida bu tolali tuzilmalar shishi va bo'kishi jarayoni kuzatiladi va mana shu jarayonni biz mukoid bo'kish deb ataymiz. Demak, bizning patologik anatomiya darsimizda mikroskopik o'zgarishlarga ham katta e'tibor qaratiladi. Masalan, aynan mukoid bo'kish jarayonida biz mana shu to'qimani maxsus bo'yoq, ya'ni gemotoksilin eazin bo'yog'i bilan bo'yab ko'ramiz. Normada gemotoksilin eazin bo'yog'i bilan bo'yab ko'rganimizda bu qizil rangga bo'yalishi kerak edi. Aynan gemotoksilin eazin bilan biz mukoid bo'kishdan keyin bo'yab ko'rganimizda buni biz ko'k rangga, ya'ni ko'k ko'rinishga bo'yalganligini ko'rishimiz mumkin bo'lyapti.
Ya'ni normada asli qizil bo'yalish kerak, lekin mukoid bo'kishdanga qanaqa rangga kirib qoldi? Ko'k rangga kirib qoldi. Va biz bu jarayonni bu jarayonning nomini metaxromaziya jarayoni deb ataymiz. Ya'ni boshqacha bo'yalish xususiyatiga ega bo'lib qolyapti. Bunga asosiy sabab qon tomir devori o'tkazuvchanligining ortishi, unga plazma oqsillarining shimilishi va bundan tashqari nordon, glikosaminoglikan degan moddalarning shimilishi sabab bo'layapti. Demak, har bitta jarayonning oqibati ham mavjud bo'lgani kabi, aynan mukoid bo'kish jarayoni ham o'zining maxsus oqibatlariga ega. Ya'ni biz mukoid bo'kish jarayonida kerakli davo choralarini ko'rmaydigan bo'lsak, bu keyinchalik chuqurroq shikastlanish, ya'ni fibrinoid bo'kishga o'tib ketishligi yoki bo'lmasam organizmda aynan shilimshiqli distrofiya deb ataluvchi jarayonlarni keltirib chiqarib qo'yishi mumkin bo'ladi. Biz aynan mukoid bo'kish jarayonini asosan ko'rishimiz mumkin bo'lgan bir necha kasalliklar bor. Bulardan bittasi aynan revmatik endokardit jarayoni. Aynan revmatik endokardit kasalligida yurak endokard qavatida aynan klapanlarda mana shu mexanizmda ishlovchi patologik jarayonni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi turdagi stromatomirli oqsilli distrofiyamiz. Uning nomi fibrinoid bo'kish. Ya'ni bunda endi nima bo'ladi? Mukoid bo'kishga uchragan to'qima keyinchalik qon tomir devori o'tkazuvchanligi haddan tashqari kuchayib ketishi natijasida bu yerda biz ko'rayotgan edik, ya'ni qon tomirdan plazma oqsillari sekin sizib chiqishni boshlayotgan edi va bu qon tomiridan oqsillar total ravishda chiqishi, hamma oqsillarining ana shu biriktiruvchi to'qimaga chiqib ketishi natijasida fibrinoid bo'kish jarayoni rivojlanadi. Ya'ni bu yerda albumin, globulin deb ataluvchi mayda tuzilishga ega bo'lgan oqsillar chiqishi bilan namoyon bo'layotgan bo'lsa, mukoid bo'kish. Aynan fibrinoid bo'kish jarayonimizda endi aynan zararlanish o'chog'iga fibrinogen deb ataluvchi oqsilimiz ham chiqadi va u fibringa aylanadi. Va bundan tashqari mana shu kollagen tolalar ham fibrin xususiyatiga ega bo'lib qoladi. Ya'ni normal perpendikulyar tuzilishga ega bo'lgan fibrin tolalarimiz endi aynan qanaqa to'rsimon ko'rinishga ega bo'lib qolganligini ko'ryapmiz. Mana shu jarayonni xuddi fibringa o'xshab to'r hosil qilib qo'yganligi uchun fibrin oid bo'kish deb atalyapti. Ya'ni fibrin bu o'sha biz bilgan fibrin, ya'ni qon tomir jarohatlanganda qon ivishini ta'minlovchi oqsil to'rsimon tuzilishga ega bo'ladi. Aynan shunga o'xshash xususiyatga ega bo'lganligi uchun buni fibrin oid bo'kish deb atayapmiz. Oid so'zining ma'nosi o'xshash degan ma'noni anglatadi. Demak, keyingi jarayonimiz bu gialinoz. Gialinoz jarayonida aynan mukoid bo'kish, fibrinoid bo'kish jarayonlari uzoq vaqt davom etavergandan keyin aynan qon tomir hamda biriktiruvchi to'qima devori haddan tashqari qattiqlashib ketadi. Bunga asosiy sabab aynan ana shu shikastlangan sohaga plazma oqsillarining shimilishi, tolalarning betartib joylashishi, aynan parchalangan biriktiruvchi to'qima tolalari hamda plazma oqsillarining bir-biri bilan qo'shilib ketishi natijasida qattiq gamogen tuzilma hosil bo'lib qoladiki, mana shu jarayonning nomini biz gialinoz deb ataymiz. Aynan bu tuzilmaning nomini biz gialin deb atashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni gialin degani ana shu qattiq gamogen tuzilma hisoblanadi. Tarkibi parchalangan biriktiruvchi to'qima tolalari va plazma oqsillaridan tashkil topgan bo'ladi. Demak, keyingi jarayonimiz bu amiloidoz. Amiloidoz bu aynan bu jarayonlarga bog'liq bo'lmagan holatda mustaqil rivojlanish xususiyatiga ega bo'lgan stromatomirli oqsilli distrofiyalarning bir turi hisoblanadi va bu amiloidozni biz alohida kasallik sifatida e'tirof etishimiz va buning oqibatlarini ham o'ziga xos makroskopik va mikroskopik o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi deb aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi slaydimizda ko'radigan bo'lsak, gialinoz jarayoni haqida chuqurroq yondashib ko'ramiz. Ya'ni biz aytib o'tdik, gialinoz bu aynan qon tomirlar devorida va biriktiruvchi to'qimalar tolalarida orasida qattiq gamogen moddaning hosil bo'lib qolish jarayoni deb atadik. Va mana shu qattiq gamogen modda tarkibida qanday tuzilmalar saqlashiga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Birinchi guruh gialinimizning nomini biz oddiy gialin deb ataymiz va buning tarkibi asosan, demak, plazma oqsili va tolalardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni plazma oqsili va tolalar bizda asosiy oddiy gialin deb ataluvchi gialinni hosil qilib beruvchi tuzilmalar hisoblanadi. Lipoidli gialin tarkibida esa bizda boyagi plazma oqsillari, tolalardan tashqari beta lipo
proteidlar ham qo'shilib qoladi. Beta lipoproteidlar. Demak, lipoidli galin tarkibida nima ko'rar ekanmiz? Yog'li moddalar, ya'ni beta lipoproteidlar ham saqlashligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Murakkab galin tarkibi esa asosan bunda ham plazma oqsillari, bundan tashqari tolalar va bularda immunoglobulinlar ham saqlanadi. Immunoglobulin. Ya'ni bu biz bilamiz aynan B limfositlar tomonidan ishlab chiqaruvchi, gumoral immunitetni ta'minlab beruvchi moddalar bor. Bularning nomini biz immunoglobulinlar deb ataymiz. Bularning 5 ta turi bor edi. Immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin G, E hamda D degan formalari bor. Mana shularning qaysinisidir aynan bizning gialinozni hosil qilayotgan gialin tarkibiga kirib qolsa, biz buni murakkab gialin deb ataymiz va bu gialinoz jarayonini 3 xil turini 3 xil kasallikda ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, oddiy gialin, ya'ni plazma oqsillari va tolalardan tashkil topgan gialinni biz arterial gipertoniya kasalligida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni arterial gipertoniya kasalligining patomorfologik o'zgarishlarini ko'rganimizda qon tomir devorlari qattiqlashib ketadi va mana shu qattiqlashish jarayoni asosida gialinoz jarayoni o'tadi va buning gialinini tarkibini ko'radigan bo'lsak, asosan plazma oqsillari va tolalardan tashkil topgan ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lipoidli gialin esa tarkibida yog' saqlovchi gialin asosan qandli diabet kasalligida namoyon bo'ladi va bu qandli diabet kasalligida qon tomirlarini mikroskopik o'rganganimizda gialinoz rivojlanganligini va bu gialin tarkibida plazma oqsillari, tolalar va beta lipoproteidlar borligini aniqlaymiz va biz buni lipoidli gialin deb ataymiz. Keyingi guruh gialinimiz, ya'ni murakkab gialin. E'tibor bersak, tarkibida immunoglobulinlar saqlovchi gialinni asosan biz sistemali kasalliklarda ko'ramiz. Sistemali kasalliklar deganda biz aynan immunopatologik kasalliklarni nazarda tutamiz. Bularga revmatizm, sistemali qizilvalchanka, revmatoid artrit kabi kasalliklarni misol qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, aynan gialinoz jarayoni organizmning qaysi qismida rivojlanishiga qarab ikkita guruhga bo'laveramiz. Umumiy gialinoz hamda mahalliy gialinoz. Aytib o'tganimizdek, masalan, arterial gipertoniya kasalligida aynan barcha qon tomirlarida qattiqlashish yuzaga keladi va biz buni umumiy gialinoz deb ataymiz. Bu biz ko'rishimiz mumkin miya qon tomirlarida, ichak qon tomirlarida yoki oyoq son arteriyalarida ham qattiqlash jarayoni umumiy jihatdan rivojlanib ketadi va biz bu jarayonni umumiy gialinoz deb ataymiz. Aynan mahalliy gialinoz esa qaysidir organ kasalligida ko'rishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, buyrak kasalliklarida. Buyrak kasalliklarida. Aynan buyrak kasalliklarida koptokchalar devorida gialinoz jarayonining rivojlanib ketishi va bu keyinchalik aynan buyrakka xos bo'lgan har xil glomerulonefritlar, bundan tashqari har xil nefrozlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin va biz bu jarayonni mahalliy deb atayapmiz. Chunki bu jarayon faqat buyrakda ketyapti. Boshqa organlarga hech qanday ta'sir ko'rsatmaganligi uchun bu gialinoz nomini mahalliy gialinoz deb atayapmiz. Demak, keyingi slaydga qaraydigan bo'lsak, aynan biz endi siz bilan amiloidoz jarayoni haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz aytib o'tdik, amiloidoz bu stromotomirli oqsilli distrofiyaning bitta turi, lekin bu mustaqil rivojlanish xususiyatiga ega. Ya'ni hech qachon fibrinoid bo'lishdan keyin yoki mukoid bo'lishdan keyin yoki gialinozdan keyin amiloidoz rivojlanadi degan tushunchani hosil qilmasligimiz kerak. Bu alohida rivojlanuvchi kasallik. Demak, oldin har bitta so'zning o'zining ma'nosi borligini aytib o'tgan edim oldingi darsimizda. Amiloidoz so'zi nima ma'noni anglatadi? Amiloidoz so'zi amilum so'zidan olingan bo'lib, kraxmal degan ma'noni anglatadi. Chunki aynan mana shu modda organizmda hosil bo'lgan paytda biz buni o'rganish uchun ajratib olib, yod bilan tomizib, yod tomizish orqali ko'rganimizda aynan uning rangi ko'k rangga kirib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bilamiz, maktab programmasida ham bor bu narsa. Aynan yod tomizganimizda kraxmal, ya'ni xamirimiz ko'k rangga kiradi. Xamir bu kraxmaldan tashkil topgan modda. Demak, aynan amilum so'zining kelib chiqishiga sabab yod ta'sirida uning ko'k rangga kirganligi hisoblanadi. Xo'p, aynan amiloidoz jarayoni rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillar bular. Uzoq davom etuvchi surunkali kasalliklar, bundan tashqari asosan uzoq davom etuvchi yiringli kasalliklar va organizm yoshining kattalashishi, ya'ni qarilik sabab bo'ladi deb aytib o'tiladi. Masalan, uzoq vaqt davom etuvchi yiringli kasalliklarda jigarda maxsus ferment sintezlanish ortadi. Bu fermentning nomi SA fermenti, ya'ni ikki xil aminokislotdan tashkil topganligi uchun buni biz SA fermenti deb ataymiz.
SA fermentini vazifasi aynan organizmda yiringli prosesga javobgar bo'lgan neytrofillarni sintezini kuchaytirib berish. Ya'ni uzoq vaqt yiringli jarayon davom etayotgan paytda bizda neytrofillar ko'proq miqdorda ishlab chiqarilishi kerak va jigarda SA fermenti sintezi kuchayadi. Va ma'lum vaqtdan keyin jigarda mana bu S halqa yetishmovchiligi yuzaga kelib qoladi-da, natijada jigar endi patologik AA fermentini sintez qilishni boshlaydi. Bizda AA fermenti esa hech qachon neytrofilni yoki boshqa bir oqsillarni sintezini, organizmdagi normal oqsillar sintezini amalga oshiruvchi ferment emas, u bizda uchramaydigan anomal oqsil sinteziga sabab bo'ladi. Ya'ni AA fermenti bizda anomal oqsil sintezining asosiy sababchisi hisoblanar ekan. Endi anomal oqsil ishlab chiqarildi va u qon aylanish sistemasiga chiqarib yuborildi. U qon aylanish sistemasi oqib yurgan paytda mukopolisaxaridlarni va plazma oqsillarni o'ziga birlashtirib oladida, natijada bizda yaxlit amiloid deb ataluvchi tuzilma hosil bo'ladi va bu har xil a'zolarda to'planishi mumkin. Mavjud buyrakda to'planishi mumkin, taloqda to'planishi mumkin yoki yurakda to'planib, aynan ana shu a'zolardagi a'zo to'qimalarni ezishi, yo'liga to'sqinlik qilishi va bundan tashqari u yerda qon aylanishni buzilishiga sabab bo'lishi va turli xil kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, keyingi jarayon haqida gaplashamiz. Ya'ni amiloidoz jarayoni haqida umumiy tushunchaga ega bo'lib oldik. Endi mana shu amiloid har xil a'zolarda to'planish xususiyatiga ega va biz uni makroskopik ko'rganimizda har xil ko'rinish beradi va buni o'ziga xos nomlar bilan atashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, taloqda asosan amiloid ikki xil ko'rinishda to'planadi. Ya'ni biz bilamiz, taloqda oq pulpa deb ataluvchi tuzilma bor va bundan tashqari unda qizil pulpa deb ataluvchi tuzilma bor. Ya'ni taloqni ikki marta yozishim kerak bo'ladi, chunki ikki xil nom ishlatamiz. Ya'ni oq pulpa va atrofida nima bor? Qizil pulpa joylashgan bo'ladi. Oq pulpa va qizil pulpa. Biz aytib o'tgan amiloid aynan oq pulpani o'zida, oq pulpadan tashqarida joylashgan bo'lsa, ya'ni faqat qizil pulpada ko'radigan bo'lsak, bu taloqning nomini biz sagosimon taloq deb ataymiz. Ya'ni bu sagosimon taloq hisoblanadi. Sagosimon taloq. Sagosimon taloq. Agar bordi-yu, biz aytib o'tgan amiloid deb ataluvchi moddamiz, ya'ni murakkab moddamiz faqat oq pulpada, qizil pulpada emas, oq pulpada ham joylashgan bo'lsa, u total ravishda joylashgan bo'lsa, biz buni aynan charvisimon taloq deb ataymiz. Charvisimon taloq. Demak, taloqda ikki xil ko'rinish beradi taloq amiloidozi. Birinchisi bu sagosimon taloq, ikkinchisi charvisimon taloq hisoblanadi. Sagosimon taloqda amiloidimiz faqat qizil pulpada joylashgan, charvisimon taloqda esa qizil pulpada ham, oq pulpada ham amiloidoz jarayoni rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi, aynan buyrakda amiloid hisobiga yuzaga kelgan jarayonni biz kattalashgan yog'li buyrak deb ataymiz. Nimaga? Chunki aynan amiloid joylashgandan keyin buyrakning hajmi kattalashib ketadi va biz uni ko'rganimizda xuddi yog' bosganga o'xshab ko'rinadi. Shuning uchun biz bu jarayon nomini kattalashgan yog'li buyrak deb ataymiz. Demak, biz amiloidoz jarayonini yurakda ham ko'rishimiz mumkin. Bu asosan qarilikda, ya'ni 85-90 yoshdan keyin yuzaga kelishi mumkin va bu amiloidoz jarayonini qarilik amiloidozi yoki bo'lmasam senil amiloidozi deb ataymiz. Ya'ni senil amiloidozi bu qarilik amiloidozi hisoblanadi va amiloidoz asosan mana shunaqa makroskopik o'zgarishlar bilan namoyon bo'luvchi jarayon hisoblanadi. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, aynan biz endi siz bilan stroma tomirli yog'li distrofiyalar haqida gaplashishimiz kerak. Demak, stroma tomirli yog'li distrofiyalarga ikkita holatni yoki ikkita patologik jarayonni misol qilib keltirishimiz mumkin. Birinchi jarayonimiz bu ateroskleroz, ikkinchi jarayonimiz bu asosan bir semizlik. Aynan ateroskleroz jarayonida qon tomirlar devorida, ya'ni qon tomirining intima qavatida, endoteliyadan ichkarida joylashgan qavatida beta lipoproteinlar hamda xolesterindan iborat bo'lgan yog' moddalarining to'planib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi
va mana shu moddalar to'planib qon oqimining sekinlashuviga, bundan keyingi a'zoning ishemik holatiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana shu jarayonni biz stroma tomirli yog'li distrofiyaning bir ko'rinishi sifatida qabul qilamiz. Ya'ni jarayon qayerda ketyapti? Qon tomir devorida. Qaysi moddaga bog'liq holatda ketyapti? Ya'ni yog' moddasiga bog'liq holatda ketayotganligi uchun biz ateroskleroz jarayonini stroma tomirli yog'li distrofiya deb tanishib o'tdik. Ikkinchi jarayonimiz bu semizlik. Aynan semiz odamlarni ko'p ko'rganmiz va bu semiz odamlarda bilamizki, haddan tashqari yog' miqdori ko'p miqdorda to'planadi va bu asosan stroma tomirli yog'li distrofiya sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni asosan to'planadigan yog' qayerda to'planadi? Ichak tutqichlarida, yurakning epikard qavatida, teri osti yog' kletchatkasida va qorin bo'shlig'ida joylashgan maxsus charvada yog' miqdori ko'p to'planadiki, bu ham asosan stroma tomirli yog'li distrofiyaning bir ko'rinishi sifatida ifodalanadi. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, stroma tomirli mineral distrofiyalar haqida gaplashishimiz kerak. Demak, mineral distrofiyalarni gapirishdan oldin biz aytib o'tishimiz kerak. Mineral moddalar deb nimaga aytiladi? Mineral moddalar bu aynan anorganik moddalar, ya'ni anorganik moddalar organizmda demak kam miqdorda uchrovchi moddalar bo'lib, bularning miqdorini ortib ketishini biz mineral distrofiya deymiz. Va buni ikkita guruhga bo'laveramiz: o't toshlari va buyrak toshlari. Ko'rib turganingizdek, mineral distrofiyada mineral moddalar miqdori ortib ketsa, organizmda toshlar ko'rinishida to'planadi va shu holatda ko'rinish beradi. Asosan o't toshlari bizda bilirubinli, ohakli va xolesterinli toshlarga bo'linadi. Ya'ni bilirubin moddasi to'planib, o'ziga ko'p miqdorda mineral tuzlarni shimsa, biz buni bilirubinli tosh deb ataymiz. Aynan kalsiyli tuzlardan hosil bo'ladigan toshlarni ohakli toshlar, bundan tashqari xolesterin tuzlaridan hosil bo'lgan toshlarni xolesterinli toshlar deb ataymiz. Endi aynan buyrak toshlari esa tarkibi qaysi moddadan tashkil topganligiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Birinchisi bu kalsiyli toshlar, ikkinchisi fosfatli toshlar, uchinchisi bu uratli toshlar va to'rtinchisi bu oksalatli toshlarga bo'linadi. Ya'ni kalsiyli toshlarda kalsiy karbonat, kalsiy fosfat va bir nechta kalsiyli tuzlar to'planib, buyrak yo'llarida, aynan kosacha jomchalarida to'planib qolishligi va siydik ayri sistemasida siydik ishlab chiqarilishi hamda tashqariga qarab ketish yo'lida to'sqinlik qilishi mumkin. Mana shuni biz kalsiyli toshlar deymiz. Agar bu toshlarimiz tarkibi fosfatdan iborat bo'lsa, fosfatli, uratli tuzlardan iborat bo'lsa, uratli, agar oksalat tuzlardan iborat bo'lsa, oksalatli toshlar deb atashimiz mumkin bo'ladi. Va bu toshlar ham organizmda organ to'qimalarni, hujayralarning stromasini ezib, o'ziga xos patologik jarayonlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning bilan stroma tomirli distrofiyalarimizni tugatdik. Ya'ni stroma tomirli distrofiyalarni biz guruhlarga bo'lib chiqdik. Oqsilli, yog'li, uglevodli va mineral distrofiyalar. Stroma tomirli oqsilli distrofiyalarni 4 guruhga bo'ldik: mukoid bo'kish, fibrinoid bo'kish, gialinoz va amiloidoz jarayonlarini o'rganib chiqqan bo'lsak, stroma tomirli yog'li distrofiyalarni ikkita kasallik sifatida o'rganib chiqdik. Bular ateroskleroz va semizlik kasalligi. Stroma tomirli mineral distrofiyalar esa asosan o't toshlari va buyrak toshlari ko'rinishida namoyon bo'ldi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.